Hammaga salom. Bilaman, anchadan beri video chiqarmadim. Sekin-sekin shorts chiqarib 78 ta ham bo'ldim. Endi 100 taga qarab ketamiz. Shu men uchuvchilikka qiziqishimni oldingi kanalimda aytganman. Unda shunaqa videolar chiqarganman. Lekin bu boshqa telefon. Bu akkauntim oyimniki. Shunga endi mana shu akkauntda o'ynaymiz. Mana. Bu o'yinni Telegramga yaqinda tashladim. Telegramga qo'shilsanglar ko'rasizlar. Mana basically bunday deymiz, ketdik. Men yaqinda bitta narsani sezib qoldim. Ko'rib turganlaringizdek, mana bu yerda mana bu yerda anaqa bor. Nima derdi? Nomi Crash menu. U nomi esa o'zbekchasi anaqa bo'ladi. Nima deydi? Sindirish menyusi. Hozir men bu narsani sinab ko'rmoqchiman. Boya ham sinadim. Agar uchuvchilikka qiziqadiganlar tushunadi buni nimaligini. Tezlikni oshirib, nima stol so'zini hozir chiqaramiz. U nima samolyot qulayotganini bildiradi. Tezligimiz kamayib ketsa shunday bo'ladi. Hozir men shuni undoq deyarli qochishga iloji yo'q. Lekin men shu ishni qilaman hozir. Dalish tushiramiz. Sekinlashtiramiz. Dahshatli sekinlashyapmiz. Ketdi. Mana ketdi. Endi ko'taramiz, buni o'chiramiz. Mana bunday qilamiz. O'xshamayapti. Nega o'xshamayapti? Bank Angel dishni kutamiz. O'xshadi. Qochish mumkin emas bo'lgan narsani o'xshatdik. Buni faqat uchuvchilar tushunadi, ya'ni menga o'xshab uchuvchilikka qiziqadigan odamlar tushunadi. Hozir nima bo'lganini tushuntiraman. Stol bu qanotda shamol. Tushuntirish 2 soat ketadi. Xullas biz tezligimiz juda ham kamayib ketdi va kamligidan yerga qarab qulab ketyapmiz. Uni deyarli to'g'rilashga iloji yo'q edi. Yerga qulab ketishimiz kerak edi. Lekin samolyotni 1-2 silkitganimizdan keyin o'ziga kelib qoldi. Juda ham qiyin. Ketdik. Yonimizda qanaqadir aeroport bormi ekan? Qulab deb sim ketdi. Eng muhimi o'xshadi. Sekin tushiramiz. Yonimizdagi aeroportga qo'namiz. Bu 400 g'ildiragini chiqarayotgan bo'lsa, narigi samolyot esa 370 dan pasaygandan keyin 300 dan pasaygandan keyin chiqaradi. Qo'na oldik. Endi sekin to'xtaymiz. Va kamerani g'ildakka qo'yib olamiz. Uy, adashib ketdim salgina. Salgina emas, anchagina adashdim. Endi sekin yo'limizni topib olamiz. Baxtga yo'limni topib oldim. Mana shunda, lekin shu crashlarni bemalol qilsa bo'ladi. Ketdik. Bu samolyot qachon yetib boradi? Ko'raymi mana samolyot. To'xtatamizda revers qilib turib, to'xtagandan keyin qo'yib yuboramiz. Keyin modusga kirib turib, autopilot. Can't will deyapti. Nima qilmaysan deyapti, chunki biz hozir aeroport ichidamiz. Agar autopilotga qo'ysak, u yonidagi aeroportni tanlab o'shanga qarab uchadi. Hozir men nima qilmoqchiligimni tushunganlar bormi?
Endi mana shuni chizig'iga mo'ljallaymiz. Telefonim negadir qaltirayapti. Tepaga ko'tarilib ketyapti joystick. Yaxshi. Urilib ketma. Uy. Bo'ldi. Tayyor. Endi sekin samolyotni suramiz. Qanchalik tekis qo'yganimizni hozir ko'ramiz. Mana samolyot. Adashmasam bo'lma bir kirib qoldik. Kattaligini. Oho. Nima? O'zimni aldayotganini ko'rsatyapman chunki bu endi o'zi 5 yoshlarimda adashib ketdim. 4-5-6 yoshlarimdan beri o'ynayman. Lekin shu 7 yoshimga kelib turib esimdan chiqib ketgan bu. Hayolimga ham kelmagan. Endi sen bu yoqqa kel. Adashib ketdim. Ochil menga. Tush. Yo'q bo'l endi. Ichida chiroyligina buni. Vachach. Mana bu yerda samolyot qulayotganda tip ejected degan joy bilan tip chiqib ketadi. Bunda shunaqa oddiy eshik. Bu yerda yashab bo'lmaydi. Bu yerda odamlar o'tiradi. Surasizlar. Buni agar men qo'shilib o'ynamoqchi bo'lsanglar, kanalimda bor, qo'yganman. Qo'shilsanglar bo'ldi. Menga odam kerak-da. Men bilan qo'shilib o'ynashga odam kerak. Men bilan o'ynamoqchi bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsin, keyin Telegramimizga kirsin. Telegram nomi qayerda qo'ysam ekan? Shu Telegramga kirib, YouTube'dagi akkauntimning nomini yozib qo'ysalar bo'ldi, chiqadi. Chiqmasligi mumkin, shu men nomerlarni yozsanglar qo'shib qo'yaman. Qani surdik. Uchamiz. Chiqib stolni boshlamasa bo'ldi. Direkt mana tiqib oldik. Eshikdagiga. Endi tog'lar bo'ylab, mana tog'larning ichida, mana bu yerda bitta aeroport. Ne bo'pti, buni tog'larning ichida o'targanmiz. To'g'ri ketyapman menga qarab. Точно ketyapmiz. Ketdik endi. Salgina o'ng tomonga qarab turib, tepaga qarasanglar. Nega deyishim kerak, mana bu yerda turibdi. Pastga qaranglar-da, qayerda uchib yurganimizni ko'rsanglar bo'ladi. Mana endi yaxshiroq bo'ldi. Tezligimiz 300 ga chiqdi. Bunday qilib turib 500 ga chiqsak, mayli. Juda ham tezligingiz oshib ketdi deydi. Speed warning deydi. Ketdik. Tepaga ko'taryapman-ku. Speed warning dedi, eshitdinglarmi? Hozirda reklama. Bilaman-da. Mana bu reklamani bir narsa qilib yo'qotib oldim. Mana endi sekin bitta joy tanlash kerak. Yo'q, boyagida stol qilamiz, keyin bunday o'xshar ekan, keyin ko'ramiz. Chunki men qiziqaman-da bunga. Oo, 100 ga qarab ketyapti. Ket. Qanchalik balandamiz? Tekisligini. Aylan.
Bank Angel deydim o'zi. Ne bo'ldi hozir? Nahotki bunday ham o'xshadi. O'xshamaydi deb o'yladim. Dars tushgan yo'q. Sizlarga endi speed warning ko'rsataman. Sekinlashib olaylik-da, boya tepaga ko'targanim sari pastga qarab ketdi. Zaryadым kam qolibdi. Yo'l to'sabsan. Agar hozir full sage degan crash menyuni bossam o'lib ketaman. Evet. Kelinglarda men hozir YouTube'da o'zimni energiyamni o'chirib qo'yganday qilaman. Bo'ldi, tugadi endi. Yo'q. Juda tez aylanadi. Evet, boshqatdan qilamiz. Mana buzdim. Endi ko'ramiz. Tasvir bizga yaqin. Bizga yaqin hozir bu, lekin bunga burilishni bildirmayman. U yoqqa borishga ham bildirmayman. Tog'ning tepasidan u yoqqa ham borishni bildirmayman. Mana sher menga bosib keladi. Chunki u yer ham juda ham uzoq. Lekin biz balandligimizni hisoblasak, yetib olamiz. Pastga qo'yim kelmayapti, chunki juda ham yaqin. Nariqqa ham qo'yib olarkanmiz, chunki bu yer juda ham katta. Tezligimiz juda ham sekinlashadi. Iloji boricha pastga qarab tush kerak. Shunda ham tezlikka oshasiz. Sekin. Shuni speed warningimizni yig'ni olar. Dars 1 kilometrda uchyapmiz. Yerdan 1 kilometr balandlikda. Ya'ni tog'dan 1 kilometr mashinadan. Ketdik pastga. Uy, sal yana qiyshiqroq ekan. Judayam sekin uchyapmiz. Qo'namanmi yoki yo'qmi, kommentariyada yozib qoldiring hozir. Lekin men bu o'yinni ko'p o'ynaganman. Yaqinda o'zim ham test qilganimni videoga qo'yganman. Xuddi shunday holatda bo'lgan. Qo'ndim. Ataylab yoniga kelganda sindirdim. Lekin narigida unday bo'lmagandi. Yes. Piyodalar yo'lini kim qo'ydi? Piyodalar yo'lini kim qo'ydi? Bilmadikmi? Lekin boya uchib turib stol degandan keyin yana qulab ketgani menga qiziqardi. Xullas, hammaga xayr. Videoni hozir shunda tugataman. Sizlarga ko'rganingiz uchun rahmat. Xayr.